Assalomu alaykum punchiklarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, xonadoninglar tinchmi? Sizlarga aloqaga chiqmasam bo'lmadi. 3 kundan beri dilim og'riydi. Ndo ayol kishimizdek baribir sabr qilamiz-u. Oxiri baribir ko'ngil bor hammada, to'g'rimi? Tiyadi ham deb o'ylamaysizlar. Mana shu uyimda olganimda devorlaring isqib, yuzing bo'lmaydimi? deb yomon gapirasizlar. Endi nima qilay? Sharoitim bo'lmasa nima qilay? Mana shunaqa uyim bor-ku, zato nega unaqa odamni ustidan kulib tashlaysizlar? Yig'lashimni kutuvmidinglar? Tavba qildim. Bemalol gapiraveringlar. Endi sizlar bilan birgalikda mana shu isqirt uyimda bolalarimni san'at asarini oldida sizlar bilan balu yeymiz, ponchiklarim, birgalikda. Menga Sharofat Kitchendan shunaqa qaranglar, go'zal balu kelibdi. Balu, endi buni birgalikda sizlar bilan asmir qilib ko'ramiz. Qaranglar. Qaranglar, qars qiladi-ku. Qaranglar. Mana so'klari bilan nima deyapti? Shunaqa mana. Sizlar gapiraveringlar. Biz ijodda davom etaveramiz, ponchiklarim. Voy. Gap yo'q. Ana endi mana mayda balularni asmir qilamiz. Bismillah. Dahshat. Qiltanog'i yo'q. Tozalab o'tirmaysiz, qaranglar. Laqqa ketyapti. Men o'zi umuman baliq yaxshi ko'raman. Bunisi как suxari ketyapti, ishoninglar. Chips desa ham bo'ladi. Qiltanog'i yo'q. Yosh bolalaringizga ham bemalol bersanglar bo'ladi. Bemalol. Sharofat Kitchenga gap yo'q.